Shahzodani ko'proq aktrisa sifatida taniysizmi yo dizayner sifatidami? Dizayner ustozim sifatida bilaman. Kurslarda o'qib. Men birinchi aktrisa sifatida ko'rganman, chunki qarindoshlarim, kelinlar bo'laman. Endi конечно dizayner sifatida chunki hamkasbim. Aktrisa. Ham aktrisa ham dizayner sifatida yaxshi taniyman. Aktrisa sifatida ham yaxshi bilasiz. Eng yaxshi ko'rgan rolingiz qaysi? Shu boshda hamma bilgandi, banan. Tundan tonggacha. Ko'proq birinchi dizaynerlikdan taniganman ularni. Tundan tonggachadan tanimagan. Endi hamma hozir masalan vizitning karta desa ham bo'ladi. Albatta. Pishgan, pishmagan, daraxti banan o'sha bilan ko'pchilik eslashadi. To'ppa-to'g'ri. Tundan tonggacha, конечно. Banan. Tundan tonggacha. Bugungi fashion showdan nimalar kutyapsiz? Будет классно, я не знаю. Yangi emotsiyalar, yorqin emotsiyalar, yaxshi chiqardik. Yangiliklar, yangi g'oyalar, motivatsiya. Juda ham zo'r taassurotlar. O'sha kirish shousidan o'sha vahimasi bosyapti. O'ylaymanki biz kutgandan a'lo darajada bo'ladi. Albatta. Qaryapman, haqiqatan dress kodlar, o'sha estetika, hamma narsa juda boshqacha tayyorgarlik ko'rilgan. Taklifnomadan bilsa ham bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki kutilgandan a'lo darajada bo'ladi va bu albatta muvaffaqiyatli, omadli bo'lsin. Kelajakdagi ishlariga omad tilaymiz. Boshlanishi dengizdan tomchi hali xudo xolasa. Albatta. Listening my gun.